Assalamu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli ko'rurmanlar. Uyg'ur Akademiyasining Akademiya suhbatlari programmasına hoş geldinglar. Bugün Qurban hayitining 3-cü günü. Bu münasebet bilan bütün Uyg'ur xalqining Qurban hayitini chin yuragimdan tabriklayman. Bugün yana bir Uyg'ur madaniyati program bilan sizlar bilan yuz ko'rishib turibmiz. Bugün nihoyatda qimmatli bir tadqiqotchi, yosh tadqiqotchimizni huzuringizga taqdim qilaman. Zulhayat O'tkir. Hoş geldiniz Özkan. Assalamu alaykum. Assalamu Ahbirada, alaykum. qarindoshlar. Hayitiniz mübarek olsun. Birgi bolsun. Bu ekranda sizlar bilan birgi bo'lganimdan nihoyatda mamnun boldum. Köp rahmet. Siz nihoyat aldırış bilime, lekin hayit günlerdimi vaqt ayırıp bizim programga qatnaşqanlığınız için rahmet aytaman. Biz yana ötken programlarımızı davamlaştırırız. Uygurlarning maddi medeniyeti bilan münasebetlik bazı ma'lumotlarni bergandik. Maddi medeniyetning bir qo'li, bir tarmog'i kiyim-kechak. Kiyim-kechak bir millatning nihoyatimi aniq bir belgisi deb qarasak bo'ladi. Kiyim-kechak endi oddiy biz belki soğukdan yoki issiqdan qo'rinish uchun kiyim kiyamiz, lekin bu kiyim-kechakninki tarixi bo'ladi. Bu kiyim-kechakning bir millatninki güzellik ko'z qarashi, diniy e'tiqodi, uningdan keyin dunyo ko'rishi deganga o'xshash nurg'un narsalarni o'z ichida kapsaydiganligini, o'z ichiga oldiganligini bilamiz. Bugün biz endi yosh tadqiqotchi Zulhayat O'tkir bilan Uyg'ur kiyim-kechagi haqida suhbat olib boramiz. Zulhayat O'tkir uzun yıllardan buyon bütün tadqiqot temalarini Uyg'urlarning madaniyatiga ayırgan, ilham beradigan Uyg'ur yoshlarga bir ulga tadqiqotchi deb aytishga bo'ladi. Hozirgacha qilgan ishlari bek ko'p. Endi ko'pimiz yaqindan tanishimiz mumkin. Uyg'ur madaniyati bilan munosabatlik 50 ga yaqin maqolasi, 30 ga yaqin tarjima asari, uningdan keyin 13 parcha film ishlab bugungacha har xil gazet jurnallarda, uningdan keyin YouTube'da, Facebook'da taqib Uyg'ur madaniyatini hem Uyg'ur xalqiga hem bütün dünya xalqiga tanitish uchun to'xtamay kuch chiqargan, to'p qo'shgan bir yosh tadqiqotchimiz. Bugün endi bizga Uyg'ur kiyim-kechagining tarixini ilmiy jihatdan izohlab, ilmiy jihatdan bizga tushuntirib berdi. Qanam so'z Zulhayatda bo'lsin. Rahmat, Mahbiratada ham Uyg'ur Akademiyasi qarindoshlar, menga shunda bir sharaflik fursatni berganinglar uchun nihoyatda xushal bo'ldim. Yuqorida Mahbiratada deb o'tdi. Endi kiyim-kechak deganda bu shu leksiya o'rinlashtirib arziydigan bir narsamidu? Bu faqat bir latipita kiyim-kechak deb o'ylab qoldiganlarmi bo'lishi mumkin. Meningcha endi gapni mushadan boshlasak, biz endi tarixga qaraydigan bo'lsak, Uyg'ur millati tarixda nurg'un o'zimizga tava bo'lgan ixtirolarimizni, ham moddiy, ham g'ayri moddiy madaniyatlarimizni yo'qotib qo'ygan. Kiyim-kechak jihatdan olsakmi, kiyim-kechakdagi ma'lum bir izchilliklar saqlanib qolgan bo'lsa-mu, lekin ba'zi izchilliklarimizni yo'qotib qo'ygan. Shu xil izchillikdagi yo'qotishmi madaniyatdagi bir yo'qotishga kiradi. Shunga buningdan keyingi avlodlarimizga ham xalqimizga bizda shu miros qolgan kiyim-kechaklarimizni avloddan avlodga davomlashtirish, bularni o'zimizga tava ekanligini, o'zimizga oid ekanligini bilish hammamizning Uyg'urlik burchiga yotadigan bir masala. Shunga bu leksiyaning nihoyatda ahamiyati cho'ng deb qarayman. Bu tema nihoyatda cho'ng bir tema. Men bu kuchimning yetishicha o'zimning bilgan ko'rganlari asosida amal bor ko'pchilikka bilginimcha bir bilimlarni yetkazishni umid qilaman.
Köp rahmet. Rahmet. Kiyim-kechek haqida so'zlagashga ham bugun Ro'za Hit bo'lg'ashqa biz Ro'za Hitning hurmati, xalqimizning hurmati uchun chiroyli mana Uyg'urcha kiyimlarni kiyib chiqdik. Programmamizmi cho'qim yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Zulhayatninki tadqiqotlarining ko'pinchisi shu Uyg'ur kiyim-kechaklari haqidagi. Endi bir millatninki madaniyatining har xil tarmoqlarini cho'qim necha yuzlagan tadqiqotchilar tadqiq qilish kerak. Biz bu jihatdan biroz nima qilib qoldik, ojiz qilib qoldik. Lekin sizning uzun yillar burunla Uyg'urlarninki kiyim-kechaklari haqida ayrim bosh kiyim, oyoq kiyim, ayollarning kiyimi, erlarning kiyimi, mushu jihatlarda olib borgan tadqiqotlaringiz meni haqiqatan bak xushal qildi. Bu yerda sizga rahmat aytaman ukam. Baldir boshlabsiz tadqiqotni. Rahmat. Endi tadqiqot deb gap kerakmi bo'lmaydi, men o'zim shunda yetarsiz deb o'ylayman. Endi vatanda endi ustozlarimiz bo'lgan, bizga shu Uyg'ur madaniyatining endi ramkasini yaratib bergan ustozlar bo'lgan. Endi bundan keyin u yerda bizning madaniyatimiz, tilimiz to'sqinlikqa uchrab, qirg'inchilikqa uchrash bosqichida turyotdi. Bundan keyin endi u yerda u xil fursatlar bo'lamdi, tadqiqotlar davomlashamdi. O tadqiqotchilarimiz hozir ularning taqdiri hammamizga ma'lum. Undaq bo'lgandan keyin mushu vazifa asli chet eldagilarning vazifasiga ustimizga yuklanadigan bir zimmamizga vazifa deb qarashga bo'ladi. Endi chet eldami ozdula tadqiqotlar bo'lib turdi deb o'ylayman. Mening ko'z tushimcha bu chet elda bo'layotgan tadqiqotlarmi, ya'ni shu vatandagi shu ramkaning asosida boshqa qo'shimcha tadqiqotlarni olib beryapmiz. Masalan, endi shu kiyim-kechakninki turkiy xalqlar bilan bo'lgan yiltizini izlash yoki bularniki mitologiyasi, masalan, endi rivoyat, bu haqdagi rivoyat, afsonalarni tadqiqot qiladigan ba'zi kiyim-kechak atalg'ulari, kiyim-kechaklarning etmologiyasini tadqiq qiladigan mushkil tadqiqotlar bo'lib turyapti. Nurg'ulg'an hunarvanchilik, to'qilma san'ati mushkil sohalardami tadqiqotlar bo'lib turyapti. Lekin yanada yetarsiz. Bu tadqiqot bir bo'shliq, endi Uyg'ur madaniyati tadqiqotidagi bir bo'shliq deb qarashga bo'ldi deb qarayman. Endi buni biz texmo endi cho'nqirlagan holda Uyg'ur madaniyat tadqiqotini bo'lsa kiyim-kechak madaniyatshunosligi, kiyim-kechak folklorshunosligi qatorliq sohalar bo'yicha ko'p qirliq, ko'p qatlamli metodlar bilan olib berishga bo'ldi deb qarayman. Bu murakkab atalg'ularni sal turib oddiylashtirib tushuntirib o'tib ketaman. Konkret misollar bilan, rasmlar bilan texmo aniq bir shaklda tushuntirishga tirishaman. Ma'qul. Undaq bo'lsa sizning materiallaringizni ochib boshlaylik bo'landa. Bo'ldi. Men ekranimni ochay. Bizda endi bu madaniyat tadqiqoti bo'libmi keyingi 10-20 yilning yoki bo'libmi 90dan keyin endi nihoyatda rivojlanishga boshladi. Uyg'urlar o'zininki kimligini, o'zininki tegi-tektini, undan keyin milliy alohidliklarni ilmiy darajada maqolalar bilan maktablarda yoki tadqiq qilib, yezib, kitob yezib shunday qildi. Endi nihoyat yaxshi bir vaziyat borliqqa kelgandi. Hozir vatanda bu vaziyatning qanday bo'layotganligini hammamiz bilamiz. Endi shu chet eldagi tadqiqotchilar yoki yoshlar buni davomlashtirish kerak. Biz endi bu bir boshlang'ich Uyg'ur madaniyatininki mazmunlari nihoyatda keng endi. Bir tarafdan tutib shuni endi qanday qilib qaysi jihatlarni tadqiq qildik, bugungacha bo'lgan tadqiqot nimalari qayerda, kiyim-kechakniki qaysi saviyada, shuni ko'z tikishga tirishamiz bugun. Ekranda chiqdimi Mahfirat dada?
Ekranda hazır çıkmadı. Siz uygulama Aş, aş PowerPoint'ni çıkaray degendim. Çıkmayaptı bu. Ondaq bolsa Manımdan ikkisi içilip kaptı. Emdi mana. oldu mu? Oldu. Çıktı mı emdi? Əmdi, hə. Mənim qalay. Biraz çoğ aytdı. Siz söyləyirəm məzmunlar ekrana gəldi, yəni. Aha. Buldu. Əmsə müşahidən baş. Mening özümün ekranım barmı ya? O mu yok? Ba, hə. O mu ba, hə? Əms mən şununğa qaraplam sizlər verey. Maqul. Әмді yuqorida мәхбіратыда sözləb ötdi. Әмді Uyğur kiyim-kechaklarınki yoki bir millatning kiyim-kechagininki shu millatning madaniyatidagi o'rni, muhimligini bir qur sözləb ötdi. Әмді meningcha bo'lgandimi, әмді buni Uyğur madaniyatidan boshlab so'zlab kelsak, hammamizga ma'lum, Uyğur madaniyati ko'p manbalik ham ko'p xil diniy e'tiqodlar qatlam qilingan shunda bir murakkab bir madaniyat. Hamda oddiylashtirib aytsak, Uyg'ur madaniyati ko'p xil diniy e'tiqodlarninki, ko'p xil madaniyatlarninki kesishgan bir nuqta. Xuddi to'rt ko'cha eg'iziga o'xshaydi deb shunda o'xshatqim keldi Uyg'ur madaniyatining. Hamda Uyg'ur kiyim-kechaklarimi tabiiy holda shu Uyg'ur madaniyatining mush xil alayliklarini o'zida gavdlandirib kelgan. Hamda kiyim-kechak bir millatninki simvoli desakmi ortiq ketmaydi deyman. Masalan, bir millatninki tarix qoldirgan izini izlashdi bo'lsin va yoki shu millatninki boshqa millatlar bilan bo'lgan munosabati yoki tarixdagi ijtimoiy, tarixiy, siyosiy, iqtisodiy aloqalarni kuzatishdagi bir ko'znak deb olsak bo'ladi kiyim-kechakni. Hamda Uyg'ur kiyim-kechaklari bo'lsa-mu, Uyg'ur madaniyati bilan nima aloqasi bor deganda, Uyg'ur madaniyatining mahsuli va belgisi deb qarasak bo'ldi. Shu vajidan bayımı deb o'tib ketdik. Bu Uyg'ur kiyim-kechaklarini tadqiq qilish, izlanish butkul Uyg'ur madaniyati tadqiqotidagi bir bo'shliq hamda bir bo'lim hamda. Masalan, biz yana qilishga tegishli ishlarmi shu chet elda, masalan, Aleviylarning deb qo'yamiz Turkiyadagi shularning samo usuli bilan bizning vatanimizdagi samo usulininki o'xshashligini tadqiq qilgan tadqiqotchilar bor. Shunga o'xshash kiyim-kechakdami bir yiltizlar bo'lishi mumkin. Shu Turkiyadagi yörük xalqining kiyim-kechaklarini kuzatdim men. Shularninki shu kiyim nusxalari ham kamar bog'lab pichoq esish odatlari xuddi shu Uyg'ur millatining yasinish odatlariga o'xshaydi ekan. Ammo shu qizil terliklarninki biz bilan nurg'un madaniyat jihatda o'rtoqliklari bor. Shularni tadqiq qilishga bo'ladi degandek hamda nurg'un tadqiqot temalari mavjud. Bu kiyim-kechak tadqiqoti o'z navbatida yana tilshunoslik, dialekt, shivi tadqiqoti, tarix, psixologiya, jamiyatshunoslik hamda nurg'un sohalarga berib chetildi. Hamda mening shivsiyat o'qigan kasbim shu kultur antropologiyasi deydi. Buningdagi masalan tadqiqot qiladigan tema, masalan kiyim-kechak bir latipiti bo'lgan bilan buningga biz madaniyat qatlami ato qilish orqali moddiy va ma'naviy omillarniki kesish nuqtasi turib kuzatish, mana bu kiyim-kechak madaniyatshunosligi bo'ladi. Hamda shu barliq jonsiz narsalarga madaniyat ato qilib turib, madaniyat nuqtai nazaridan kuzatish shu madaniyat insonshunosligi deymiz. Shuning tadqiqot obyekti, tadqiqot usuli bo'ldi. Ham Uyg'ur kiyim-kechak
mu albatta şu kiyim-kechek medeniyetshunoslığı bu iş tadqiq qilishga bo'ldi. Hamda folklorshunoslığı degende bunun da mesela kiyim-kechek parhezleri şekillengen, bir medeniyet şekillengenken o kiyim-kecheklerimizin nurgun parhezleri var, ranglarga bo'lgan parhezleri var. Kiyim-kechek yasınış adetlerimiz var. Ama şu adetler asasida yaratılgan kiyim-kechek örüp adetlerimiz var. Muşulamı yuğan emdi bir çoğun bir teminin içi folklorşunaslıkka kirgizsek, bulanım keyinçirek vaqt yer berse, bulanımı sözlep ötüp gitemiz. Emdi Uygur kiyim-kecheklerinin zade emdi başka milletler bilen nemi farkı var? Başka xil Türkiye milletleri bilen, O'rta Asiyadagi xalqlar bilen qandaq alayligi var degende Uygur kiyim-kechekleri tarixdan buyan rangdarlık, birisi rangdarlık, birisi tarihi uzun, hem rayon karakteriga ega. Yana birisi köp katlamlık, köp menbalik bo'lishdak shundaq karakterlarga ega. Hamda men hamda bugungi leksiyada şu Uygur kiyim-kechekleri hamda gerçi qadimki zamanlarda Uygur deb atalmagan bolsunmu, lekin şu zeminlarda Uygurlarning yaşaganligiga ait hazırkı bizning hamda ajdodlarimiz bo'lishga ait nurg'un faktlar bor. Hamda bugun bek hamda tarixiy faktlarni bek ko'p ko'rsatib ketolmaymiz, lekin hamda kuchimning yetishicha ko'rsatib tirishman. Şu qadimki zamandan başlap men şu miladiyadan burungi zamandan başlap taki o'tgan asrning hamda 20 asrning 40 yilgacha 1940 yillargacha bo'lgan kiyim-kechek izchilligimizni bir qo'r tushuntirib o'tay deyman. Hamda har bir davrda zodi Uyg'ur kiyim-kechek medeniyeti yoki kiyim-kechek alayligimiz nima bo'lgan? Bu davrda nima kiyatdik? Qandaq materiallardan tikilgan yoki to'qilgan, qandaq alayligi batdi degan nuqtalarni ko'rdigan holda bir qo'r tushuntirib o'tay. Uningdan keyingi davr, hamda hozirgi zamon davriga kelganda nurg'un Xitoyning ta'siridaymiz, boshqa abjash madaniyatlarning ta'siridaymiz, ish qilib ko'p ixtiro bo'lmabdi ekan hamda ko'z tushimcha. 50-yildan keyin özümüzün bilimiz hem de bizden yaşayan coğrafyavi ve tarihi, siyasi ak görünüşümüzün ait mürekkep bir jarayonlar beşimizden keçirdik. Şuna bu köp teraqqiyatın bulmaptı iken hem nurgun izchilliklarni şu davrlarda yo'qotib qo'yib ekanmiz. Şuna hem de lekin bizga yetib kelgan bir qism izchilliklar bor. Shularni yig'ib men uni hem de şu do'ppi deymiz, masalan atlas deymiz, keyin şekillengen yoki hozirgacha hamda davomlashtirib kelgan va yoki yangidan qo'shilgan kiyim-kechek turlari mushularni bir ayrim mazmun qilib keyindan hamda ikki bo'lakka bo'lib shundaq so'zlasak deb o'yildim ko'nglimda hamda. Elbette. Uygur halkına ait kadimi bir millet Uygurlar. Şunun için neçe ming yıllık bir tarihte yaratkan kiyim-kechek medeniyetini hem de bir programga sığdırış tez. Sizin degininizdek hem de qadimki bir millet to'g'ashqa miladiyadan burungi davrlarga ait medeniyet, kiyim-kechek medeniyet alaydligi bor. Uningdan keyingi davrlarga ait yana her bir devirde, her bir xonliqda Uyg'urlarninki uchrashgan medeniyetleri, onundan keyin iqtisodiy ahvoli ularninki, yana o'xshamagandan keyin kiyim-kechigidimi ba'zi o'xshamasliklar o'tirg'i chiqqan. Lekin bu bir taraqqiy qilib mangan, ya'ni mukammallashib mangan demayman. Chunki eng qadimgi insonlarning haliqi qo'lida bor narsalar, imkoniyatlar unchalar ko'p bo'lmagandan keyin, lekin shundaqdimi, ya'ni Uyg'urlar bo'lib Türk xalqlari teridin, jungdin eng burun paydalangan ulardan kiyim-kechek tikib kiyishni, qilib kiyishni bilgan millatlar qatoriga kirdi. Shuning uchun bu haqda materialni ko'p deb o'ylayman men. To'g'ri dedingiz da, men
qo'shilma. Mening shu demoqchi bo'lganim shu, bizningki hamda shu tarixda yarqin shunda abidlarni yaratgan bir millat ekanligimizni oldi bilan o'zimiz tanishimiz kerak, o'zimizda bir xil faxrlanish tuyg'usi bo'lishi kerak. Bo'lib chet elda hamda burun vatanda hamda ko'p fursatlar bo'lmagan ba'zi qarindoshlarimizga bularni bilishga, o'rganishga, ham u yerda tarixni rost oshkorlamaydi. Undaq bo'lgandan keyin chet ellarda turli sabablar bilan bevosita bu materiallarga erishishga hamda har xil qiyinchiliklar bo'ldi. Shunga hamda qarindoshlarimga bir o'zim bilganni qulaylik yaratib berish uchun men shu nuqtani bek muhim bildim. Hamda shu hatto sizmi deb o'tdingiz, ana boshqalar texi kiyim-kechakni bir ustini yepish, ibtidoiy maqsad to'g'ri yepinchi kiyimlar deymiz, hamda yepinchi kiyimlarni kiyib yurganda biz allaqachon shu vaqtlarda hamda to'liqlimi kiyim deymiz. Shu kiyimlarning hojatidan chiqib bir qism masalan kasbiy kiyimlar, yomg'irliq kiyim degandek, yomg'irliq o'tak degandek to'liqlimi kiyimlarga o'tib bo'lib ekanmiz. Shuningdan bizning xalqimizning qanchalik estetik zavqining qanchalik yuqorligini ko'rishga bo'ldi. Yolg'iz qo'saq to'yg'izish uchun tomoq yegandek ish emasda. Madaniyat saviyasi ko'tardi degan gapda bu. To'g'ri, estetik zavqni muhim o'rin qo'yib ekanmiz. Endi men gapimni shu rasmni chiqarib qo'ydim. Bu qarasak bir balballar endi. Bu balballar bilan bizning kiyim-kechimizning nima aloqasi bor deganda men shundan boshlashni muvofiq ko'rdim. Bu balballar hammamizga ma'lum. Bular bizning vatanimizning bir qism joylarida ham shu Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq O'rta Osiyo davlatlarining chegaralarida shu rayonlarda dalalarda ko'p keng uchraydi. Endi Turkiya turklarimi har qanday o'zining bir madaniyatiga oid manba izlashga to'g'ri kelsa, shu balballarni saqit qilmaydi ekan hamda. Bu balballar hamda qadimiy turklarningki, qadimiy turkiy xalqlarningki bir iznalari deb xalqaro hamda shundoq e'tirof qilganda qaraydigan bo'lsak, bu balballarningki belida bundoq kamar bor. Kamar bor, endi xanjar esilgan, qo'lida bir anit qadahi deydi, bir qadah bor. Burutlari bor, soqollari bor. Xuddi bu turkiy xalqlarning kiyinish odatlariga o'xshaydi bularning kiyinishimi. Endi bu men 2018-yili ishlagan bir hujjatli film ekan, CCTV hamda Xitoy televiziyasininki 4 qismliq bir shu balballar nadin kelgan degan bir film ishlabdi bular. Ishlab bu balballar bilan turklarning hech aloqasi yo'q. Bular turk emas. Bu balballarning chiroyi burni shirning burniga o'xshaydi. Yüzü to'rtburchak, enigi shu bir shirga o'xshaydi. Bu shu ko'rinishidan qaraganda bu zaminda shu Herodotni bilisizda, tarixshunos. Shu Herodotning bir kitobida chashsizlar davlati degan bir atalg'uni o'tirib qo'yibdi ekan. Shu chashsizlar davlatidagi kishilarning tasviri, shu portret tasviri shu balballarga o'xshaydi. Dal shuningga bu balballar chashsizlar davlatidagi odamlar, shular o'zlarini ashtaq haykal tiklab shunda xotir qoldirgan. Yana bir qismi hamda 3000 yil burun shu zaminda yashagan saklarning ta'siridan shu saklar yasagan balballar. Shunga bu zaminda turklar hech qachon yashab boqmagan degan shu xulosani chiqaribdi. Shuni ko'rib hamda bu bak cho'ng bir kulkilik sapsatda shu chaqdilar men ochig'im kelib bir balballar balbal tikliganlar kim deb bir yozma yozgandim shu Facebookda. Hamda bu o'ydirib chiqargan bir sapsatida tarixdan buyon bu balballarningki hamda Tangirtag'ining Altay tog'lari atrofida yashaganligi nima shu yerda mavjud ekanligiga oid nurg'un materiallar bor. Endi bu balballar kim deganda hamda ko'kturk ham Uyg'urlarningki bir turk madaniyatidagi javharlari desak bo'ldi. Shu ham bizning islom diniga e'tiqod qilgandan keyin qabri beshiga oyat suralarni o'yib tashqa o'yimiz-ku.
Men şu adetlerninki emdi huli değişkimi boludu ameliyatda. Nurgun emdi izchilliklar ba Türkiye kabileleri bilen. Meselen şu Orhun abidlerdeki Kültekin Mengüteşi bilen bilgi qagan Mengüteşide balbal degen hat uçuraydı eken. O şu Kültekin özünün yazgan şu abidisi de Kırgız qaganıdan keyin Kırgız qaganıdan keyin men balballarni tikledim. Tanrının iltifatı bilen meni qagan qılıp tayinledi degen şu balbal degen gap bar eken şu yerden. Endi bu balballarni şu endi haqallar yoki qag'allab özünün öttergen düşmanlarga simol qılıp qanchajik düşman ötterse şuncha ko'p balbal tishlab şunda qıptı eken. Lekin ba'zi tadqiqotchilar Bartolt deymiz bu şaman dininden qalgan bir adet. Bu u dunyoga borganda endi qancha ko'p balbal tishlasa shu balballar xizmatida bo'ldi deb munda qaraydi eken. Lekin endi qandaqlı bolsa endi şu balballar bilen Türkiye kabileleriniki naiti zich münasibeti ba deb qaraydı endi. Bu şu kiyim keçek yasınış adetdi şu balballarda turgan şu halet. Şu milletde boğaşqa onu yasaydı da özü şunun tasavvurida şu näse mevcut boludu. Şuna bu eğer şu kiyim keçek medeniyetlerimizni özümüz bilmesek, özümüzni qoğdayamsak, şu millet türkümüge ait näse diyemsek, asalla başqalar onu tatıp aldıgan, sepsetlerini uydurup çıkırdıgan işler mevcut bolup kaldı eken. Şu elbette endi tarih kişilerinin acizlarının dümbüsüge yazgan kitabı dep bir söz okugan burun. Doğru. Kişiler şu şkolada boğallar endi başkalarının tarihini halagança burmula alaydı ki. Bununla takabül duruşunun birden bir yolu özümüzü hakikaten düşünüş. Bütün medeniyetimizin her xil sahalarını, her xil tarmaklarını aldı bilen özümüz düşünüp, özümüz qoğdap, ügünüp, onundan keyin şu düşmanın göz qarashlarına takabül turarlıqda derecede, seviyede ilmi cihetten olar reddiye bereleşemdi. Şundaq boğa vaqtida biz özümüzün medeniyetimizni qoğdap qala alaymiz. Mence emdi siz abiyam dep ötüp ketdiniz. Aldı bilen özümüzün medeniyetimizni naiti qitiqinip ögünüşümüz her cihetten bütün baylıqlarını qezip çıkışımız gerek. Doğru. Hem keyinki evlatlarga yetkizüş. Doğru. Onun gibi balballar hakkında hakikaten Türkler yaşayan yerlerde mevcut bu balballar. Ta Balkanlargacha borganken men 2 yıl burun Balkanga bardım. Makedoniyada bir yerde, aşı bir qavrda bir kichik bir qavr bar ekan, endi o qavrda musulmonlarmi kelib ibodat qilgan ekan, xristianlarning bir azizninki yeri deb qaraydi ekan. Aşı eçeni aylanıp bir yerde bir bulungda bir balbal ko'rib qoldim ben. Onun resmini çektim. Men hayran qaldım. Sordum bu qayerdan kelgansam, bu hech kim uqmaydi ekan. Qachon bu yerga kimning ko'milganligini ve kim tarafidan bu balbalning qo'yilganligini bilmaydi ekan. Shunchalik o'xshaydi ash abiyam siz ko'rsatgan balballarga. Kichik shu nurg'un jihatlardan yana tadqiq qilishga Doğru. Başka milletlerde bakya mening bilishimcha hem de mayilga Türk balbalları yana hem asasen muşu şekilde buldu ekende. Başka xillilik şekilde gül tutup durgan yoki başka balballar mı uçuraydı. Lekin hem Türk balbalları asasen muşu şekilde buldu ekende. Keyinki leksiyanın keyinki kısmında yana muşu yasınış adeti uçuraydı. Şununla dikkat qilib baqaylik. Endi leksiyarimizga endi rasmiy kirishni boshlasak, men endi shu qadimgi yodgorliklarda Uyg'ur kiyim kechaklari deb tema qo'ydim. Bu endi qadimgi zamon deganimizda milodiyadan burungi davrga oidni bir sortga ayirdim. Milodiyadan keyingi davrga tava deb qaragan ba'zi yodgorliklar bor. Ularni ayirdim. Endi mening qo'llanganim bugun aşı medeni yodgorliklar bilan yozma yodgorliklar yana o'xshamaydi.
hamda bir medeniyetga hüküm qilish, baho berish uchun birisi arxeologiyalik tepindilar hamda qazilmalar mushu asosli o'rinni egallaydi. Qo'l bilan ko'gili, tutqili, ko'z bilan ko'gili bo'ldigan. Yana birisi yozma materiallar, yodikorliklar. Undan boshqa hamda antropologlarningki baholari, ularmi bir muhim hamda o'rinni tashkil topadi. Bu mazmunlarni men hamda o'zim ko'rgan rasmlar, qo'lim bilan tutgan, ko'zim bilan ko'rgan ishonchli manbalardan ilishga tirishdim. Ham to'g'ri yuzida Uyg'urlarning deblan bir do'ppilar uchib yuriydi, kiyim-kechaklar deb, Uyg'urning kiyimi deb. Lekin ba'zilari hamda Uyg'urning emas, O'rta Osiyo xalqining yoki shunga o'xshaydigan afg'onlarning ya shuningga hamda o'zim ishonchli deb qaraganman. Ba'zi muzeylardan ko'pincha materiallarim shu Shvetsiya etnografiya muzeyining ruxsatini olgan. Shu muzeydagi ham arxiv idorasidagi hem Germaniyadagi muzeyda saqlanayotgan bir qism materiallar, hem Angliya nima Ulug' Britaniyadamdiq, Britaniya muzeyi ham yana bir necha shaxsiy muzeylar bor. Shu muzeylarda Uyg'urlarga oid yodikorliklar bor. Shulardan hamda qarindoshlarimiz, chet elda turayotgan qarindoshlarimiz bakrak qiziqishi mumkin. Hamda vatandagi materiallarni hozir elish mumkinchiligimiz bo'lmadi. Ham shu rasmlarga, faktlarga asosan boshqa nazariyalarimizni hamda o'tirib qo'ymoqchi. Yangi rasm almashtir. Rasm ko'rindimi? Ko'rindi, ha, Ko'rindimi? Ko'rindi. Hamda milodiyadan ilgirki davrlarda endi bizgacha yetib kelgan yodikorliklarmi ancha ko'p emas, hamda bak uzun bir tarix bo'lgandikin bu rasmga qaraydigan bo'lsak, bu dunyo bo'yicha eng qadimgi ishton deb baho berilgan bir ishton. Bu ishton bizning vatanimizning Turpanda tepilgan. 2014-yili o'sha yaqinda Germaniya tadqiqotchisi Wagner bu ishtonninki Hunlarga ait bir ishton ekanligini ilmiy maqolasi bilan isbotlab dunyoni zilzilaga keltirdi demdik. Shunga nurg'un tadqiqotchilar o'sha ishtonni o'zining madaniyatga oid tadqiqotlarga kirgizib, misol qilib shundoq tadqiqotlarni ko'rdim. O'sha bizga eng yaqin bo'lgani Turkiyada Mustafa Aqsoy deb bir tadqiqotchi bor. Shu kishi o'sha ishtonninki shu qirsoq nusxasi bor, ko'ch nusxasi deydi-ki. Undaq shu nusxani, u nusxa hammamizga tanishliq deyman. Gilamlarimiz bor, binokorlik, to'g'ri kiyizishirdaqa bor. Binokorlik peshayvonlarda, uy va oila aramlarimizda degandek ahamiyat uchraydi. Shu O'rta Osiyodan davlatlarni tekshirib, o'zi berib, birma-bir shu Anatoliyaga bo'lgan arliqlardagi shu nusxani tadqiq qilib, bu odam shu kitob yozib chiqibdi. Shu kitob shu odamniki, shu ishtondagi shu nusxani tadqiq qilib chiqibdi. Bu ishton ikki nusxa bor. Birisi Koç beshi deb, Koçningki beshi qo'shqarninki mungizda, qo'shqarninki nusxasi. Yana birisi ostidagi shu kichik bular suvni ifodalaydi ekan-ku, qadimgi Hunlarda ve Türklerde, Uygurlarda suni qo'g'lishib yashagan millat-ku bizning ota-bobimiz. To'g'ri. Suyu bol yegi bo'lgan. Shu suv nusxasi ekan-ku u. Shuning uchun buni hamda %100 shu bizning ajdodimizning deb qarashga bo'ladi. To'g'ri. Turklarmi shu bizning shu ajdodlarimiz deb shu zeminlarga hamda nima qildi ekan, hamda ishinadi ekan. Bu ishdan hamda qarasak 3 parcha raqni kesmaylam, 3 parcha raqdan butun chiqqan 3 parcha raqni ulab tikkan ashundaq ishdan ekan. Buning yil tarixi milodiyadan burungi 3-asrlarga tava bo'lgan deb hukm chiqaribdi. Hamda bu ishdan albatta hamda kim otni baldir ko'ndagan bo'lsa, shu
şu millet muşunun igisi buldu dep Wagner emdi şundaq xulas çıqırıpdı. Hammamizga ma'lum emdi Türkiye, qadimki Türkler otni eng burun köndegen dünyada şundaq milletler emdi teridin eng burun kiyim-kechek ötüklerini keşif qilgan. Bu vaqtlarda dehi şu Rimda, Yunanda iştan kiyishni cheklab etganken, ular iştan kiyishni yovvoyilik berberlar deb mau ishdan kiyganlarni turklarni berberlar deb ularni zanglik qilib o'zlari cheklab etibdi. Keyin andan keyin ishdan kiyishni o'rganib bakrak hamda taraqqiy qildirib qabul qilibdi. Şuna endi bunun miladiye 400 yıllardan başlap endin iştan kiyiş umumlaşıp şu qalgan nimelerge Rim İran İran arqılıq O'rta Asiyadan İran'a tarqılıp İran'dan endi Rim, Yunan başqa g'arb davlatlarga tarqılıp diken. Şu qadimqi Türkçedimi iştanni deb atab diken. Türk Tilla Divanı'da iştanga ait bir neçe söz var ki ümdün başka yani otran, iç ton deb. Şu vatanda yana bir tadqiqotchimizninki ishton degan so'zning kelib chiqishi deb bir maqolalar tarqalib ketdi shu to'rladimi shuningdimi shu iç ton degandan o'zgargan bu shu Ruschaga kirib 300 dak so'z kirib ekan shu vaqtda Chag'atay xonligi davrida. Şu 300 sözün içinde ba keyin anandan keyin ma ökte bir inqilabdan keyin yana bizga qaytib kelgan bu söz amaliyotda bir Ruschadan kirgan so'z emas, shu ishkab, ishton degan so'zlar hammasi aslan qadimqi Türkçede ba bir söz deb shunda qaraydi ekan. Shuning qaraganda endi bu Xitoylarningki buni bizning deydigan hech qanday bir yo'li yo'q, yo'chiq yo'q deb qarsak bo'ldi. Endi miladiyadan burunqi yodigarliklarda yana Paziriq qabristonligi ne bilimiz hem Issiqko'l atrofidagi mushuningdan tepilgan yodigarliklarga oiddi muhim tadqiqot qimmatiga ega. Bu qabridan tepilgan yodigarliklarni shu saklaga oid deb qaraydi ekan tadqiqotchilar. Bu qabrdan asasen altın adamni köpinchi qarindoshlarimiz biladi balkim. Altın adamninki bir shahzod ekan, bu keyin asli keltirilgan rasmi. Qarasak buningdagi hunar, shu zibu zinnatlar odamning ahlini lol qiladi demdik. Shunchalik endi ularning ishlanishiga odamning shunchalik ahli hayron qoldim. Shu zamonlarda shunchalik texnikalarni qo'llanib aql parasitiga qayil bo'lmay turamaydi odamlar. Buningda bu rasmni ko'rib turibdimiz. O'tik bu bir qo'nchilik mundaq qisqaroq o'tikkan. Bu o'tik jung o'tik, lekin buningda nurg'un materiallar bor ekan. Buning ichida toshlar bor. Diqqat qilgan bo'lsak, toshning taraflarda majallar bor, ko'zlar bor. Shunchalik endi mundaq kashtilik oltin halbagan jiplar bilan kalotullar bilan hatta naqsh qilib tikkan. Endi bu saklanımı endi masalan biz Uyg'ur kiyim-kechakları deganda yolg'iz Uyg'ur Uyg'urlarning tarixidan izlasak bo'lmaydi deb qarayman. Uyg'urlarning madaniyatini izlagan vaqtimizda cho'qim boshqa millat tarkiblarini qo'shishimiz kerak, nazardan saqit qilmasligimiz kerak. Masalan, tarixda biz bilan madaniyat izchilligi bor millat tarkiblaridan yuqorida deb o'tganimdek saklar, so'g'dilar, Hunlar, Telelar, Changlar, Dinglinglar, Qo'ja Uyg'urlari, Qaraxoniylar Uyg'urlari mushularninki ta'siri munoyitdi kuchli bo'lgan ekan. Bizning madaniyatimiz ko'p manbalik dedik. Shundaq boshqa millatlarning boshqa millat tarkiblarining ta'siriga kuchli uchirgan bir millat. Bizning vatanimizda shu Hunzak, To'qqizaq degan yerlar bor. Bularni surishtirsak bak cho'ng temi kengayib ketadi. Shu rayonlarda endi saklarning yashaganligiga oid nurg'un xatirlar bo'lgan ekan.
Şu rayondaki Siz bayi sanıgan o Hanlıklar döneminin asas terkimi yani şu Uygurlar, yani Uygurların atı boğulları hem de toğra əməliyyatda şu vaxtda hoş şu medeniyetle toğra hazırkı əmdə şu Qashqa Uygurlarımızın qol hünərvənçilikdə danqı bar əmdi. Qol hünərvənçilik usta boluşmu şu saklanın köydüqqanı körüp durupdymız. Bularning yalğız bir dehqançılıq bilan şug'ullanıp qalganlar xalq emas, balki qol hünərvənçiliginin naitdi tərəqqi qilganligini körüp bilishqə boludu. Onunki şu ötüklerdikilik nuskılamı yani aşı kadımki Türklerge ait, Uygurlarga ait nuskılar Oxşaydı, hə. sunu ifadeleydi ki bu ötüklerime qarap bakantın burun su dolkunlarını aks ettirdi ki. Bu mu yani? Bir izchillik bor da, bizning şu Türkistan'daki, O'rta Asya'daki kadımki işlengen nuskılar dep hüküm çıkargan ki. Hammamizga bir o'rtaq bo'lgan izchilliklarni ko'rib olg'il bo'ldi ekan. Endi mau Xitoylar bo'lsa, biz u vaqtlarda biz deb qo'yay, endi ajdodlarimiz endi shu o'tik kiyib yurgan vaqtlarda bular bilmaydi ekan. Keyin endi majburiy shu okeanusda bor ekan, Sixay deb qo'yamiz. Milodiyadan keyin anandan bularga xur deydi-ku Uyg'urlarni endi. Şu g'uzlardan endi at minishni, askarlarga boshda o'tik kiyishni o'rgatib, ular uchun endi o'tik burun bir rivoyatdek bir shundoq bir xiyol qildi ekan. Ama shu dunyoning boshqa yerdan tepilgan endi yodigarliklarga qarsaqmi, hech qanday yerda bunda teridan yasagan o'tiklarni ko'ngil uchratqili bo'lmaydi. Faqatla O'rta Osiyodan tepilgan yodigarliklarning ichida teri o'tik bor. Qolgan yerlarda yog'och, kandir talalardan jungdan to'qilgan shundoq o'tiklarni, cho'riqlarni uchratqili bo'ldi ekan. Mushu oltin kiyimlik shahzoda deb o'tib ketdik. Mushu shahzodaning kiyimi bizga balballarning oldingi davrdagi, oldingi rasmdagi balballarning kiyinish odatini eslatadi. Buningmi bu belida kamar bor. Kamarda mundaq taqılar bor ekan, hayvonlarning nusxalari tushirilgan hamda shu vaqtdagi totem, hayvon totemining iznalari ta'siridan deb tushunsak bo'ladi. Ham bir xanjar bor. Diqqat qilsak bir xanjar esib olgan. Bu xil odat kiyimmi yana davomlashadi. Bo'ki, bu oltin shahzodaninki mana shu kula shaklik bo'ki bor ekan, ushtuq bo'k. Bu Turkiy xalqlarning ham keyingi davrlardagi kiyinish aloyidligiga naitdi yaqin bir shakl. Bu internette biraz çatak var mı konu? Hakikaten yaxshi tushundingiz, Zulhayat? Zulhayat? O'zlab qoldi. Zulhayatning interneti ketib qoldimi? Qanday bo'ldi? Zulhayatni biraz saqlaymiz. Hakikaten kadimden başladı Zulhayat. Bu kiyim-kechak medeniyeti Zulhayatning degindek nurg'un medeniyetlarninki jug'urlashib, bir yerga kelib, ondan keyin xalq tarafidan qabul qilinishi, xalqning urf-odatiga, xalqninki boya deb o'tib ketgandek go'zallik ko'z qarashlariga uyg'un taraflarni elib mukammallashtirishi bilan bütünlüğü naiti şu xalqqa moslashib ketgan, şu xalqninki nurg'un medeniyet alayidliklerini müjassam qilgan bir shaklga kelganga. Har davrda bo'lib iqtisodiy jihatdan kuchlangan davrlarda bu kiyim-kechak naiti yuqori seviyede taraqqiy qilgan ve bayi degendek Hun devrida Jungdan, ondan keyin Bözdan, Böz deb qo'yamiz biz endi. Böyle qadimgi Uyg'ur
vesikalarda mı var mı böz degen böz tokup kiyim kiyiş yani kiyim üçün böz tokuş deydigan boz dep koymuş boz. Şulardan iliq iş kiyim kiygen kiyim üçün kendir terigan, kendir yetiştirgenligi bilen münasebetlik bazı deliller var. Hunlardan kalan, hun devriden kalan nurgun arkeologiyalik qeyzilmalardan çıkan yoki tarixiy materiallarda hunlar münasebetlik bulunmuş kiyim-kechak medeniyeti bilen münasebetlik nurgun ma'lumotlar bor. Ondan keyin terining ishlanışı, terininki jungning ishlanışı, bularning hammasi bir millatninki naiti burulla ama şu kiyim-kechak jihatdan naiti taraqqiyotganligini ko'rsatdi. Endi kiyim-kechak eng dastlabda insonlarning ehtiyoji sovuqdan saqlanish, issiqdan saqlanish uchun kiygan olsa naiti tezla hunlardan itibaren, Türklerden itibaren Zulhayat qaytib keldingizmi? Onlardan itibaren medeniyet seviyesi kötürülgen. Zulhayat? 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 Qitib qoldi ya. Endi içildi. Ne kettiniz? Endi içildi ma top üzüp qaptı internetden qayta ulap. Ansa men davamlaştıraveray vaqtni çok Xitoyli ha. Bu şu Kiroranda tepilgan yadigarlıkların içinde bir iştan turdu qap. Bu iştan Turpandan tepilgan iştandan yıl tarihi biraz endi keyinroq tepilganki, lekin yipakdan tikilgan iştanki. Bu endi chiqyaptımdı. Yana üzülüp qaldım. Bu endi ama şu Daryo vodisidagi yumloq qum Daryo vodisidagi dafna buyumlarining ichidan chiqqan endi jasadlarning kiyim-kechigida bularning yil tarihi milodiya 330-yillarga to'g'ri keldi deb hukm qilingan ekan. Endi mush Kiroranning tepilgan yadigarlıklarning 3800 yıl bo'lgan deb Xitoy shundoq degan. Amaliyotda bu 6000 yillar tarihi bor deydi, lekin endi men uningga bir manba topolmadim. Shu 3800 deb ama boshqa chet ellik tadqiqotchilar buni 3800 deb aytdi endi. Shu boshqa xotirlardami, tarixiy materiallardami bizningki ajdodlarimizning milodiya 2-asrlardan boshlab jung, yipak, o'simlik talalardan kiyimlarni kiyishga boshlaganligini oid xotirlar bor. Endi paxta keyinroq shakllanib ekan. Buningdan shu vaqtdagi chorvachilik, dehqonchilik, to'qimchilik, bo'yoqchilik, qo'l hunarmandchilikning taraqqiy qilganligini ko'rib olishga bo'ldi. Bu rasmda qaraydigan bo'lsak, bir ton bor. Ton. Bu ton o'ng tarafdan tugmalanadigan er bilan ayollarning o'xshashgan to'q vaqtida. Bu bir chavandozning toni deb shu Shvetsiya etnografiya muzeyida bor. Shunda xotirlanibdi. Shu arxeolog Folke Berrymanning so'zchimi bu ton bilan endi Xitoylarga oid deydiganga hech qanday bir faktni topolmaganligini, agar o'xshash to'g'ri kelsa bu tonni 10-asrdagi islom dini qabul qilgandan keyin shu chaqda kiygan insonlarning shu chaqdagi toniga bakrak o'xshaydiganligini ko'rsatdi. Ondan qasam şu çağlarda bu keyin kiygan kiyimlerimizningki dastlabki nusxalari shakllanib bo'lganda endi. To'g'ri, keyin asosi shu asosdan taraqqiy qilgan deyishgan bo'ladi. Yana birsi bu rasmda qur deydi ekan, endi belvoq. Inchkirak endi mushu Vivi Silvaning kitoblarida mushu bo'qush, sho'yna degan gaplar bak ko'p uchraydi. Ayni vaqtda
er ayollar hem şundaq terden tikilgen tızığa keldigan ton kiyitken toq. Bunun uzunluğu dikkat kılaylı. Şu tonun özgürüş şekliga men bek dikkat kıldım. Şu tızığa bu vaqtida kirorandaki hem şu davirdeki tonlar tızığa keletken toq. Onundan keyingi davirlarda mesela Budda diniga e'tiqad qilgan vaqtdagi tonlar qarsak onun uzunluğu da roşan farqlar bor. Buni keyin ko'rsatdim rasmda. Uzardimi, qisqardimi? Shunga diqqat qiladigan bir nuqtalar. Bu belbağlarning ikki uchiga pöpük tutib qo'ygan ekan. Endi bu go'zallik uchun hamda estetika. Buningda mu estetikka qarshini xalqimizning estetik qarshini ko'rib olg'ili bo'ldi. Andın ayollarning tonininki erlarning toniga qaraganda kengroq bo'lganligini bu mu muhim nuqta ekan. Bu xil ton u vaqtida Yevropada faqat bola emitadigan ayollar kiyatdi ekan. Bizning vatanimizdagi u shu rayondagi er ayol farqi yo'q holatda hamda kiydi ekan. Bu tonlarninki hamda nurg'un chumballar chiqqan u qavrdan hamda to'qilma buyumlar bor. Men faqat kiyim-kechaklarni so'zlayapman. Mushu to'qilish san'ati hamda mushu tadqiqotchilarni bek hayron qoldiribdi ekan. Bu xil to'qilish san'ati qarsak shunchalik siliq deydi. Bu yilqi to'gi jungi yoki boshqa hayvonlarning jungidan to'qilgan, egirilgan u xil junglarga o'xshamaydi deydi. Bu xil junglar faqat qo'y tivitidan to'qilgan ekan. Bu qo'y tivitini tekshirish orqali bu xil qo'yninki Kavkaz irqiga tava qo'ylar ekanligini isbotlab chiqibdi. Shunga qarab endi mushu rayonda mushu jung ishlab chiqarish jungchilikning taraqqiy qilganligini, bu rayondagi xalqlar o'zining ehtiyojini qamdagandan boshqa yana boshqa atrofdagi qo'shni davlatlarga jung eksport qilib iqtisodni taraqqiy qildirgan şu Xitaylardaki, şu rayonlardaki junglarmi mushu yerdan eksport qilinib kelgan deydigan qarashlar bor ekan. Bu Hunların tatip jung rahlarni ve jungni aşı Xitay devletlerine Hunlar eksport qiladi ekan. Onun bilan munosabatli ma'lumotlar bor. Haqiqatan jungdan tikilgan narsalar, onundan keyin kendir bilan munosabatli ba'zi narsalarniki aşı Türklerden, Xitaylar, Hunlardan Xitaylarga bağlılık münasebet ma'lumotlar bor. To'g'ri deysiz. To'g'ri. Hamda bosh kiyimlar munoyatda muhim salmoqni egallaydi. Ham noyatda o'zgacha shu keyingi tarim mamiy deymiz, bu tarim odami deymiz. Shularda bo'lsin, mumiyalari. Shu kigiz böklar bo'lsin va yoki keyin chaqiliqdagi Miran qabristonligidan tepilgan böklar bo'lsin. Hem bök deyman bu nima? Kigiz bök. Mushularning hammasi da mushtaq hayvonlarning, qushlarning peyi qistirulgan. Yani qush peyini qistirish odati deb bir maqol yozgandim. Bu bizningki mushu xalqimizningki ajdodlarning hayvonlarga cho'qinish, qushlarga cho'qinish totemidan kelgan bir aqidalarining namoyandalari ekan. Qarsak bu kigiz bökninki hammasida iç başlık, taş başlık bor ekan. Bu teshida bu kigiz turdi, lekin buning ichida kichik bir başlık bor ekan. Qumlarning kirib ketmasligi uchun ashtaq ikki xil mushning ichidan yana birisi bor. Haqiqatan chiroyli başlıqlar ekan. Güzel, nayt mazmut hem bulaylık qo'g'dashdan boshqa hamda cho'chilari bor ekan. Qarsak hayvon bulg'un terisi bor, uzun paylar, zinnat buyumlar qatorida go'zallik qarashini ko'rib olg'il bo'ldi. Shu vengriyalik arxeolog Aurel Stein namimiz bilamiz. Shu Aurel Stein Seven Hiddenlarning tadqiqotida qaragandimi, ayni vaqtida shu Xotan chaqiliq rayonlarda mushxil kigiz to'qish texnikasi mavjud ekan. Shunga hamda buni boshqa millatlar bizning davolamig'idek hamda po'latdagi paktlab bizning do'ppilarimiz hamda selishtirsak hozir eng dastlabda nimadan ko'rdik? Saklarning beshetga bo'kini ko'rdik.
keyin miladiyadan keyinki böklerini gördük. Hemmisi kula şekillik hazırca. Lekin bizning bugungi kunda kiyayotgan do'ppilarimiz ko'pinchisi gumbaz şekillik. Bu endi şu diniy e'tiqodlarga berib taqishidi, endi buning yildizi islom dinini qabul qilgandan keyin islom dinining gumbaz şekillik alaydigini, endi islom dinida ko'pincha narsa gumbaz şekillik bo'ldi. Binokorlik va turmushimizdagi turli halqalarda shu gumbaz shakli o'rin olgan bo'ldi. Shu xil tadrijiy taraqqiyot. E'tiqod muhim, e'tiqod. To'g'ri. E'tiqodning kiyim-kechaklarimizdagi ta'sirini E'tiqodning ta'siri. To'g'ri. Men boya deb o'tdim, qatlamliq deb, ko'p qatlamliq deganimiz dal shu. Endi şu Emin Tursun Efendi'nin bir kitabı bak, Qadimki Uyg'ur madaniyati deb. Şu kitapdimi dinlinglar haqida yozganda, bular endi Uyg'urlarning qadimki ajdodlaridan biri, şu dinlinglarmi beshiga lachinning qanotini qistirib oladi. Bular o'qni oldiga qanda assa keynigim shunda atidi deb, endi Uyg'urlar deganga izoh etmaganda shunda yozgan ekan. Endi şu bizning milliy tarkiblarimizni izlasak, bu qushpeyni taqash odati pek yotmi bilinmaydi. Endi qadimki bir odatkanda bu, ha? To'g'ri, shu totem e'tiqodidan kelgan desak bo'lg'udak. Endi milodiyadan keyingi davrlarda yana o'tik kelsak, oyoq kiyimlari, o'tik, cho'ruq deymiz. Bu rasmdagi oyoqlarni sizlar to'g'rilarda ko'rgan oyoqlar bo'lishi mumkin. Nihoyatda moda oyoq deb buni hamma yerda tarqalib yurdi. Shuning asli holati shu etnografiya muzeyida bor. Bu teri o'tik, bu mikrorandan keltirilgan. Sol tarafdagisi buning yil tarixini 3000 yil debdi. O'ng tarafdagisi tarim odamininki putidagi o'tik. Bu deyme bu. Bu yalğan junglar. Jung bu yaş texnikasının özü bir yuqori darajadagi bir hunar deb qarsak bo'ldi. Albatta. Bu vaqtida endi qabrdagi ayollarning oyoqlari o'xshash bo'ladi ekan. O'ng peyi bilan sol peyi o'xshash bo'ladi ekan. Keyingi yaqinqi zamonda kelganda endi erlarning o'ng peyi bilan sol peyi o'xshaydi ekan, lekin ayollarningki o'xshamaydi ekan, farqlanadigan. Shundoq tadrijiy taraqqi qilib ketdi ekan. Bu vaqtda qabrlardan tepilgan oyoqlar hammasi o'xshash kala terisidan cham qo'yilib, sipta ashlangan terilar bilan tikilgan ekan. Ham metal jingnilar bilan tikilganligini bayon qildi shu Vivi Silvanning kitobida bor. Teri işletici taraqqi qilib qaysi darajaga kelganligini ko'rsatdi bu. To'g'ri. Bu vaqtda dunyoda texema u Nil daryosi bo'yidagi, Xuanxe daryosi bo'yidagi, hamda bu millatlar Xuanxedagi degani shu o'tir tuzlanlik ham Xitoylandagini. Bu vaqtida bular bundaq teridan o'tik kiyib baxmaydi. Faqat O'rta Osiyo rayonida o'tik kiyadi deb tadqiqotchilarning ko'rsatgan faktlar bor. Avril Stein qadimki Xotan deb kitobi bor. Yana bir Serindiya deb bir kitobi bor. Endi Serindiya degani Umi Xotan Seris davlati degani hamda Yipak davlati degan. Shu vaqtida 1907-yili bizning vatanimizga Xotan Niya Dandan o'ylik xarobalariga bordi. Shu ekspeditsiya safarlarda Angliyaga bir jup cho'ruq og'ash kelibdi ekan. Bu cho'ruq kandirdan tikilgan ekan. Shu tigidagi hamda topini qumliqda mengashgan mos kelgan shunda bir cho'ruq ekan. Buning yil davri milodiya 3-6 asrlarga to'g'ri kelgan. Men buning rasmini bir ko'rsatay. Hozir Angliyada saqlanyapti mush cho'ruq. Kandirda to'qilgan. Toza ko'rinyapti. Shu Niya xarobasidan nurg'un to'qilma buyumlarni billa olib kelgan. Shu Budda diniga oid nurg'un haykallar, nimalar,
ilki yağaş resim oymaları degendek. Bu vaqtida kiyim-kechak ancha köp emasken Avril Stein'ning ekegen materiallarda. Mana bu resmi Avril Stein'ninki. Şu bizning Ekspedisiya etirti bilen. Ettirdi to'g'ri. Ma bu kishilarni shu butlarni yo'nib xuddi bulangchilardek ashlarni yulib olib ketib bordi endi. Bu kishilarni bir jinoyatchilar debdi. Endi men nadagi jinoyatchi uni tafsiliy yozmabdi, toz bilamadim. Ma rasmda tarixdan aytdi muhim rol o'ynagan ikki kishining rasmini chiqarib qo'ydim. Islom Axun deb. U shu dunyoga dangliq kishilarni aldab yog'andan vəsiqələrni yazar. Muş Avril Stein öz tatqa rəsmkə bu. Öz isbatlab şu kişinin aldamçılığını. Lego qatarlıqlarınki. Bular əmdi şu turpan qatarlıq caylardan nurgun materiallarını əkəyən bularının bir qismi Germaniyada, Angliyada saqlanatıdı. O zamanlar nurgun atletler bağanken. To'g'ri 4 qitim safar qildik bu Germaniya ekspedisiya attirdi 4 qitim safar qilganmiz vatanga. Endi vaqt yetishami? Vaqt yetishi endi biraz nimqilayli, biraz qisqartibchu hali. Shunaqa qilsangiz. Bo'ldi. Buguncha ham shu hozir endi ma Türk Tillar Divanida kiyim-kechakka oid qandaq endi bularning ismini hammani deb bo'lishga ulgurmaymiz. Endi biz uchun yangilik bo'lgan bir qism bugungi kiyim-kechak madaniyatimizga ta'sir bo'lgan bir necha nuqtalar bor. Shularni so'zlasam, uning orqasidan endi Budda madaniyatiga oid kiyim-kechak madaniyatimiz botdi. Endi eng taraqqiy qilgan madaniyatimiz kiyim-kechak davri shu Budda vaqtidagi Budda diniga ishongan Buddizm vaqtidagi davri bilan shu Qaraxanilar davrida endi yuksak Uyg'ur davlati bilan Qaraxanilar davri. Qo'ja Uyg'ur xalqi bir vaqtida mavjud bo'lib turgan u eng yuksak darajada taraqqiy qilib ekan. Uningdan keyin endi necha asr to'xtab qolgan desakmi bo'ldi ekan. Uningdan keyin endi u o'rta asrda tasavvufning ta'siri bilan har xil kulajandilar sahnaga chiqib köp ixtiro bo'lmabdi ekan. Uningdan keyin yaqinqi zamon. Bugun hozir shu Türk Tillar Divanini so'zlab etsak bo'ladimi? Uning ma'qul bo'ladi bo'lsa. Yoki mishada to'xtatib nima qilsak bo'ladimi? Siz Türk Tillar Divanidagi statistikani berdingiz. Türk Tillar Divanida tilga ilingan bugungacha shu ism bilan atalgan qaysi kiyimlarimiz bor? Shuni bir qisqacha deymiz. Bo'ldi. Shu kiyim-kechakka oid endi ishdan chapanning o'zilar 71 yerda tilga ilindi ekan, izohlandi ekan. Bosh kiyim 18 yerda, oyoq kiyim 13 yerda, zibizinnat, chosh osqu, raq, kiyim-kechak, ish tartiblari degandek turlarga ayirib qo'ydim. Endi buning ichida eng ko'p takrorlangani shu ishdan chapan. Endi bizning shu Budda diniga oid davrlarda yashagan xonliqlarningki tam rasmlari bor. Ulardan endi arxeologiyalik tepilmalarni topqili bo'ladi. Lekin islom dinida u kepallab meyitni kepallab dafn qilgan bo'lgankin unda ham dafn buyumlari bo'lmaydi-da. Shunga bu davrdagi bizga yetib kelgan faktlarni aytdi. Az desakmi bo'ldi. Faqat birdan bir shu Türk Tillar Divani, Qutatqi birikdimi ba'zi beyitlarda ancha ko'p emas endi azroq uchurlar bor ekan. Shu Sultan Sutuq Bug'raxon degan kitobdimi endi bir tasvirlar bor kiyimlarning. Güzel tasvirlar. Shularni endi asos qilib kelyotdi. Ma Türk Tillar Divanida endi 1000 yil burunqi endi kiyim-kechak madaniyatimizning javhari deb qaraymiz. Bu vaqtda men yuqorida deb o'tdim, odatga yepinchi kiyimdan eshinib, bular qo'shimcha kiyim mavjud bo'lib ekan shu vaqtlarda masalan ish kiyim, tosh kiyim, bosh kiyim, oyoq kiyim, kasblarga qarab endi shu martabasiga qarab, ijtimoiy o'rniga qarab ayirish nihoyatda ro'shan bo'lib ekan.
Endi bu Uyg'urlar bilan nima asosimiz bor, Uyg'urlarning deydigan nima asosimiz bor deydigan savollar tug'ilib qolishi mumkin. Endi bu Mahmud Qoshig'ariy bu izohat berganda agar bizning bo'lsa Turkiya xalqlariga oid bo'lsa uni hech nima deb izohlamagan ekan. Agar Xitoylarning kelgan bo'lsa uni Chin tavri debchi, masalan zarbab deb bir xil gullik tava bor ekan, uni Chindan kelgan yoki Hindistondan kelgan daka deb mundaq izohlab qo'ygan ekan. Shu endi shu zaminda endi shu kandir, paxta, har xil ziroatlarning terilganligiga oid nur tarixiy faktlar bor. Undaq bo'lgankin bu o'simlik ziroatlari bor yerda albatta bu kiyimlarning bo'lishi bak bir endi xiyoliy ishmi emas deyishga bo'ladi. Endi ham materialni shu zamin Xotan, Qashqay, Kucha taraflarning jo'grafiyalik alaylik asosan uni shu zamindan chiqqan hayron qolarliq emas endi. Kiyimlarning endi ismini hammani aytishga vaqtimiz yetmaydi. Masalan endi bir necha misollar olib qo'yaylik endi. Bu yuqorida deb o'tdim, yilqi kishilarningki masalan xizmatchining kiyimi bilan o'rda amaldorning kiyimi, o'rdadagi xizmatkor bilan o'rdadagi amaldorning kiyimi nihoyatda farqlandi ekan bu vaqtida. Ba'zi endi filmlarda, adabiy asarlarda hammasiga qora qo'yib, salla yo'gab qo'ydigan bir ahvollarni ko'ramiz. Bunda endi tarix chinliqqa amal qilmagan bo'lib qolamiz. Shunga shundaq faktlarga diqqat qilishimiz, askarlarning kiyimlari qanday bo'lg'iydi, normal fuqarolarning, avam xalqning qanday deb shularni izlanish uchun shu divanga murojaat qilishimizga to'g'ri keldi. Endi shu ayol jins ayrimisi nihoyatda aniq ayrilgan ekan bu davr endi Qaraxoniylar davlati qurilgan vaqtlarda shu erlarninki bunda bir ish kiyimi borki, osmoma jilitga debdi uni Uyg'urchasida. Shuni endi erlarning ismi ayrim, ayollarning ayrim ekan. Endi hozir hammani qora qo'yiq jilitga deveramiz. U vaqtida erlarninkini ishmak deydi ekan, ayollarninkini ariq deb ataydi ekan. Endi u vaqtida dazmol tilga ilingan, yana turk tillar divanida bilimiz. Üstü deb. Üstü. Bu işte handuva şekillik kiyimlerinin çatlarını tüzleydigan deb. Şunundan hem qanchalik madaniyatligimizni ko'rilishga bo'ldi. Yana birisi shu yilqi saqalduruq deb, masalan, böklarning boy kigiz böklarni ko'rdik. Shuning shu kuchini saqalduruq deydi. Hozir endi uning ismi yo'qolib ketdi hozir. Demek muşta bağlaydıgan dokpularını kiygende, sakmış sakallı bağlagan. Kıroran ko'rdik. Uningdan keyin taraqqiy qilib şunun qaraganda shu saqalduruq deb shuningdan ko'rdik bu quchini. Shularning hammasining ismi borkan tuqqan qalpoqlarning tushib ketmasligi uchun. Endi hatto o'tuklarning oldig'ida tumshug'iga ko'z qo'yib tikidi. Shu ko'zlarni tizildiruq deydi ekan to'q. Endi hozir ular nihoyatda nafis bir texnik. Hozir u ishlam yo'qolib ketdi, u ismi yo'qolib ketdi. Hatto endi shu yomg'irliq chapanning ismi bor ekan, yalma deb. Buning necha xil turlari bor ekan. Endi shu yana birisi askarlarning kiyimi hamda Qaraxoniylar sulolasi vaqtida bilimiz endi harbiy nihoyatda taraqqiy qilgan askarlarning kiyim-kechaklari filmlardan ko'ramiz. Hammasining ismi bor ekan. Shu dubulg'alarimi, hatto qo'sh ichida birisi, teshida birisi. Buni endi buddizmga oid ming uy rasmlarini ko'rganda bu xil alaylikni yana ko'ramiz. Men shunga bek hayron qoldim. Turk tillar divanida izohlangan ba'zi kiyim-kechak oid atalg'ular keyingi buddizm davrida sal turib ko'rsatma, shu davrda mavjud narsalar ekan. Ham shuni shu Qaraxoniylar sulosida shuni izohlagan ekan. Endi bir vaqtning o'zida mavjud bo'lib turg'ashqa endi buddizm davridagi kiyim-kechaklarni tugatib o'tamdiq yoki keyinga olib qo'ysak, u endi cho'ngroq bir
tema resimlerimi köp Evet. onu. Ha. Onu ayrım bir program kılaylı kalsınız. Hazırgıca hem de kadimden başlap Divan-ı Lügat-ı Türkçe ekeldik. Hakikaten hem Divan Lügat-ı Türk'te hem işbek kolyağlık işletkenliği bile münasebet malumatlar mı var hem de bu münasebet medeniyetinki derecesini gösterişi Doğru. noktasından ait mühim. Erlerninki işbek yağlık işletkenliği bile münasebet malumatlarıma var. Onun için dezmal o çağda üstü dep elingan dezmal işletişi. Onun için siz degen okşaş kiyim keçeklerinki isimleri hakikaten kadimden tatip siz düşendigen bütün o tepilmalarının, kızılmalarınki asassız emesligini köstüdü bu. Türk Dilla Divanı hem de biz için ait çoğun bir kamus. Bizim medeniyetimiz, bizimki tarihimiz, tilimiz hakkındaki ait mühim bir eser. Kim keçek iqtisadi cihetten güçlengenlikinin alameti. Abiyam davatsız o. Hazır biz onda kimlen kimeyimiz dep hem bir iqtisadi cihetki keyinki vaqtlarda veyran bolup ketken iqtisadimiz bilen nurgun halkımız hem de umumiyizlik o tür näselerini kiyemigen boluş mümkün. O Doğru. Sanğı etibar berip süpetke diqqat qilmay hem de tez işlep çıqırış üçün, oborot buluş üçün andak japalık texnikalarni taşlap etken boluşu mümkün hem de addiylaştırıp. Şundaqa bolup 17-nji esirden keyin hem de Uygurlarning beşiği kemigen gün qamydy. Bu jihetde iqtisadymyz aýdy weyran bolup ketdi. Fakat kosak toýguluş we uçumyzyny istiş 3 ýylly belkim kiyimden giydik. Onundakin naýetlik arlyşyp ketdi. Keyinki medeniýetleriniň täsiri bilen. Emdi sizce yığınçaqlığa vaqtida muşu kadimden tatip hazırgıcı boğan ahvalda Uygur kiyim keçekleri kiyim keçigi medeniyet hakkında emdi nimi dep qaraysız deydigan ahırkı sözünüz nime? Emdi program yana kılaylı yetiştiremiyorum. Tügünmey kaldı emdi Tügünmey elbette ben başta dep ketgende bu neçe ming yıllık medeniyetini bir saat sığdırış mümkün. Şu bunu emdi bolsa aş men bay tılga ep ötüp ketken şu devirler boyunca bir qor nazarimizni agdırsak emdi nazar salsak özligiden oturga çıqatdy hulasılar. Şundaq bolsa men bir qor emdi küz düşümçe emdi yığınça qılsam boldu ama muşularni ködük yuqurdan başlap bazı kiyasınış adetlerimiz hatta özgermepdiken aşu kemer bağlaş, piçaq esiş degендek. Ötkiş. Ötkiş, ötki bolgan erismenlik, emma örümü çaşqa bolgan iştiyaq şu wagtlarda emdi çeçini erler ayallar hemiz uzun qoyatdiken keyin İslam diniga kirgenden keyin özgürişler boldy. Andan örü bekki bolgan varyslyk. Bunu men maxsus çöndürüp ötümen emdi. Muşundaq emdi bir kısım medeniyetlerimiz hazır saqlanıp qalgan bolsun, bir kısım kiyim keçek adetlerimiz, kiyim keçeklerimizdeki izchillikni yo'qotib qo'ydik. Bu hem afsuslanadigan bir iş. Emdi chet eldeki Uygurlar emdi şu avlodlarimizning, ajdodlarimizning bizga qoldirib qo'yganini bolsun, mushuni ismlari bilan to'liq o'ginib, mau bizga oid naskentoq, bizning ajdodlarimiz qo'llanibdika deyalaydigan bolsak, hech bo'lmasa deymämdi. To'g'ri. Shuning uchun tirishib etibsiz. Cho'qim shundoq bo'ladi. Ajdodlarimiz biladi, yezilganlarni, so'zlanganlarni, onundan keyin hozir yana xalqimiz yana o'ziniki kiyim kechaklarni so'yib doppimizni kiyimiz, kiyim kechaklarimizni, atlaslarimizni kiyimiz hamda burunqilardek naitdi qat-qat o chiroyli kiyimlarimizni kiyamisekmi hamda hozir yana qo'limizdan kelishicha yana bu millat özünki medeniyetiga egi chiqyapti. Egi chiqdi ve egi chiqdi. Kelgusidimi egi chiqdi. Menimcha yo'qolib ketmaydi. Chunki asasına ait yıldızı bek çoğunqur olğaşqa bir medeniyetni yo'q qilish oson bo'lmaydi ekan. Naitliqi tuprog'i sağlam deb qo'ymizmi? To'g'ri. U yolg'iz bir latitila emas, amaliyotda u bir medeniyet deb qarasak. Albatta. Endi o bir medeniyet, kiyim keçek medeniyeti deb atalgan moddiy medeniyetning bir türi.
Türkler cümlede Uygurlar nait uzun devirlerden jirak kadimki devirlerden tatip koy, kala, öşke, hatta az nimeme eğiknin terisi mi baki? Eğiknin terisi mi baki? Muş kandak materyallarını kullanıp nimelerini tikdelik, teri nerselerini ay tarakka kıl dedik o. Eğik terilerini, onunki tülkünün terilerini Doğru. onu Sonra bir kısım yava işlep, onu reh haletiga ekiladigan, ama tikaleydigan bir narsa qilish oson emas hamda. Hem kostyumu kiygan bo'lishi mumkin, undan keyin uni eylab nim qilish shu ash bir reh haletiga ekiladiganda hamda bu nayt cho'ng bir medeniyetninki belgisi, medeniyetning belgisi. To'g'ri, men bu bay rasmlarni ko'rib, balkim qarindoshlarım menga o'xshash hissiyotda bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu ajdodlarimizning aql parosatiga opirin o'qidim shularni ko'rib. Endi o'zimdan o'zim faxrlandim. Endi bu kiyim-kechaklarimiz mangu bizning g'ururimiz, bizning simvolimiz. Shundoq. Undaq bo'lsa, programmamizni shu yerda oxirlashtiramiz. Bo'ldi menga. Rahmat menga bugun fursat berib, azir ko'pdir bilganlarimni qarindoshlarim bilan o'rtoqlashdim. Kamchiliklar bo'lsa, yetersizliklar bo'lsa, tuzitib berasizlar. Hammanglarning yo'l boshlashiga ehtiyojliq. Siz bilan yana program qilamiz xudoyim buyursa, endi 9-asrgacha keldik, 10-asrgacha keldik. Ondan keyingisini yana davomlashtiramiz. Bugün Zülhayat bilan naytdi yaxshi bir program bo'ldi deb qarayman. Hit kunida sizlar bilan o'tirib ajdodimizningki kiyim-kechak madaniyatini bizga nimalarni miros qoldirib ketganligini so'zlashdik. Hakikaten hit bayramlarımızda bizden en köp kiyim-kechaklarımizga diqqat qiladigan kunlar bu. Chiroyli kiyimlarimizni kiyib. Hem de hazır bir qismlari texnik kiyimiga ham aylanib ketdi amaliyotda endi. Hamda o'yliq sharoit bo'lmagan lekin uning ustiga hozir nihoyatda tez yashayotdi. Xalqlarning vaqti bek qiz. Hamda hayotni beknim teslishib ketdi-chu. Hamda undan keyin shart sharoit biraz nem bo'lib qoldi. Masalan bizninki dehallarimiz texchilar o'zining poti bog'lab, aşı oq ko'ynagini kiyib, do'ppilarini kiyib, qizlarimiz, ayollarimiz yana shu kiyimlarni kiyib jüretli yeziladi. Bunu uqatdik. Lekin endi buni butunlay hozir vatanda endi biraz tez onu ko'ryapmiz. Endi butunlay kichik bolalarimizni Xitoycha kiyimlarni kiygizib shunday qilyapti endi. O'zini madaniyatlik deb qaragan bir millat bir boshqa millatning madaniyatini yo'q qilmasligi kerakdi. Bunda tajovuz qilmasligi kerakdi. Hamda bu ishlar bo'lyapti. Lekin abim deb o'tib ketganimdek, hamda biz unutturmaymiz o'zimizningki kiyim-kechak madaniyatimizni. Hit bayramlarda bo'lsin, yani qo'limizdan kelishicha shu madaniyatning bir parchasini, bir izini, bir belgisini o'zimizning ustimizda namoyon qilishga tirishimiz. Bugun ayt yaxshi bir program bo'ldi. Men rahmat aytman sizga. Amsi tekrar Qurban hitinglarni tabriklayman. Hamda bek hit bayramlar bizga bek qo'shaliq etganmaydi. Hamda ko'nglimiz biraz yerim, ko'nglimiz biraz sunuq. Shundaq bo'lsa hamda ming yillardan buyon xalqimizningki an'anasi bo'lib ketgan diniy bayramimiz. Bu diniy bayramimizda qilgan ibodatlarimizni Xudoyim qabul qila, bizning arzu armanlarimizga yetishimizga Xudoyim ish qilib dualarimizning qabul bo'lishiga bizga endi nazar selib Uyg'urlarningki tezroq vatanimizda Xudoyim bo'lsa yaxshi bayramlarimizni hammamiz birlikda xo'shal-xuram o'tkazishimizga nasib qila.